Assalomu alaykum Musobat aka. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Dehqonchiliklar qalay bo'lyapti? Bo'lyapti, Allohga shukr. Bu hozir turgan issiqxonamiz qancha maydoni? Maydonimiz 20 sotik. 20 sotikka 20 sotik. bulg'or qalampir ekkansiz. O'zi siz bilishimcha ancha yillik dehqonsiz. Bulg'or qalampiri mana o'zi kasalligi qanaqa, buni navi qanaqa, kasalligiga chidamliligi qanaqa? Shu haqida ozgina gapirsangiz. Kasallikka chidamligi yomon emas. Kasallikka endi shu o'rgamchikana bilan trips tushar ekan. Biz ham avval balgaski bilan ko'p shug'ullanganimiz yo'q. Birinchi yil ekishimiz, lekin kamchiliklarini o'rgandik. Oldinga trips degan hali bir mayda hasharot bor ekan. Shunga qarshi bir ikki zahar dori sepdik, yo yaxshi o'sib o'zini oldi. Mana o'rgamchikana, shira shunga hasharotlar tushar ekan bunga ko'proq. Sorti Lotto degan sort ekan. Ko'chatni qayerdan oldingiz? Ko'chatni Murodjondan oldik. Murodjon bu Chkalifda ko'chat tayyorlaydigan yigitimiz bor. Shu tayyorlab beradi aslida bizga ko'chatlarni. Ko'chatlar yomon emas, baraka topyapti, Xudoga shukr. Qanaqa bo'ldi? Pateri bo'ldimi ekkaningizdan keyin? Pateri bo'lar ekan. Paterini shu ekkan mahalis birinchi ekilganda ko'proq suvni qo'yib, tomirini yaxshi ushlatib olish kerak ekan. Keyin iloji bo'lsa qattiq ko'p ham chopib bo'lmas ekan buni, chuqur qilib. Shu yuzaki qilib nomiga bir chopib qilinsa yaxshi bo'ladi. Agar sal qattiqroq chopsangiz, tomirga shamol ketar ekan, shunda pateri bo'ldi, olalarini ekib to'g'rilab oldik. Qanaqasi kamroq chopishni talab qilar ekanda bu. Agrotexnikasi shundan iborat. Ha, agrotexnikasi shunaqa ekan. Kamroq chopib iloji bo'lsa, o'tini yuldirib qo'ydik. Shu bir chopdik, qarasak mazasi qoshaverdi, shalpayib qoldi. Keyin undan keyin chopmadik. Chopiqni ko'p ham yoqtirmas ekan. Yengil chopish kerak ekan. Chopgan paytda ham ko'p ham Bu Lotto shu oddiy nima bulg'or qalampiri. Mana ko'pchilik ana svetofor bulg'or qalampiri ekishadi-da, uni narxi qimmatligi uchunmi yo boshqa narsa uchunmi? Bizni bozorimizga shu yaxshi ekan. Bozorimiz shuni talab qilyapti. Demak, Tursunzodada ko'proq mana shu navi Lotto bozorga yaxshi ekan, ham shirin nimasi. Hamma shirin ekan. Po'stlog'i qanaqa? Qalinmi, yupqami? Yupqa po'stlog'i. Ko'p ham qalin emas. Po'stlog'i yupqa, shirin balgar ekan. Keyin bu kasalliklar qanaqa bo'ldi? Kasallik tushdimi, tushmadimi ekkaningizdan beri? Tushdi. Kasallik mana shu agar sizga hozir nimaga futbolingiz olsa, mana shu kasallik mana. Nima kasallik bu? Mana shu trips. Ha, tripsda yegan. Tripsda yosh mana yangi chiqqaniga aslan yangi chiqqaniga tushadi. Mana katta barglarga tushmaydi. Mana yangi o'sib chiqib turgan navga dori sepsiz to'xtar ekan. Dorini to'xtatdi. Hozir mana bu yangi chiqqan, mana buni holni qarang. Siz tepasidagi yangi. Mana bunisiga tushgan, mana bunisiga tushgan yo'q, sepilgandan keyin. Mana tripsga siz profilaktika uchun dori sepdingizmi yo tushgandan keyin ko'rib qolib keyin sepdingizmi? Tushgandan keyin sepdik. Biz oldini ola olmadik. Uni keyin bildik-da, buni birinchi yil ekishimiz. Avval nimadan o'tmagan bizda. Shu yil endi birinchi yil ekkanimiz uchun lekin sepib ushlab tursa bo'lar ekan. Sepmay qo'ysangiz bosib ketadi. Sepib turish kerak ekan. Hozir hosildorlik qanaqa bo'lyapti? Hosildorlik 2 kunda bir teryapmiz. 1 tonnai 200 kilo terdik kecha 20 sotikdan. Yaxshi. Narx-navo qanday bozorda hozir? Narx-navo 10 so'm, 12 somon. Ba'zi bir paytda ko'payib qolsa 9 somonga ham tushib qo'yapti. Kamayib qolsa sal ko'tarilib qolyapti. Shunaqa. Bu mana bulg'or qalampir quyoshga qanday? Quyoshga iloji bo'lsa biz hozir mana bunda ko'rib turganingizdek lo'qa sepib qo'yganmiz soya qilish uchun. Buni foydasi ham bor ekan, ziyoni ham bor ekan. Ziyoni quyoshning nuri kam o'tadi, gullashi kamroq bo'lib qolar ekan. Lo'qa sepganda. Ana buni o'zini hali maxsus setkasi bor ekan, shundan tutish kerak deyishyapti. Endi hozircha unga biz nima qilganimiz yo'q hali. Tajribadan o'tkazganimiz yo'q. Faqat shu lo'qadan foydalandik. Bu ham soya bo'lsa yaxshi o'sishi zo'r, amali yaxshi bo'lar ekan, guli kamroq bo'lar ekan lo'qada. Shunchalik ekan. Kapillikdan sug'orar ekansiz, shu kapillikdan ozuqa ham berasizmi? Ozuqa beriladi. Qanday ozuqalar berasiz bolgarskiyga? Ko'proq kaliy. Mana hozirgi shu kecha kunduzda kaliy ko'proq berilyapti.
Mevani hosilni kattalashtirish uchun kaliydan foydalanyapti. Oziqaga Bundan oldin vitamin, gumat nimalardan tomirga ishlov berish uchun yoshligida o'shandan foydalandik. Hozirga kelib shu hosilga kaliy berilyapti. Fosforli oziqalarni yaxshi ko'rar ekan. Fosfor bo'lsa, yana ham yaxshi. O'sha kaliy, fosfor bo'lsa, yaxshi o'zgarar ekan. buni bo'yi shunday bo'ladimi yoki yana bir o'sadimi bu? Yo shu holatida O'sishi endi mutaxassisimiz aytishiga qaraganda odamni bo'yi barobar bo'ladi deyapti. Agar nima bo'lsa o'sib ham ketadi. Shu pomidorga o'xshab tepaga chiqib shu simga yetib boradi deyapti. Hali yana orada vaqtimiz bor. O'sib ketganini shunday qilib o'rab, ipga olib chiqib ketaveramiz endi. bu issiqxonangiz atapleniyasi yo'q ekan-a? Atapleniyasi yo'q. Halonni. Siz hozir bir yilda nechta 2 marta ekin ekishga ulgurasizmi? Bolgariskini agar kasallantirmasdan ikkinchi hosilga olib o'tib ketsa bo'ladi deb shunaqa deyishyapti mutaxassislar. Shunga harakat qilyapmiz ikkinchi hosilga olib o'tib ketishga. Mana zahar dorilarni sepib qarab turilsa, ikkinchi hosilga o'tar ekan. Mana hozir mana zahar dori deb deyapsiz. Mana bu kimyoviy pestitsid hisoblanadi-da. Bu kimyoviy pestitsidni sepganingizdan keyin baribir o'sha o'simlikning tanasiga o'tadi. Vegetatsiya generatsiya davri u iste'molchiga yetib borgandan keyin ham u haligi zahar o'simlikni nimasidan tarkibida qolib, o'simlikning organizmida qolib ketishi mumkin. Bu inson uchun salomatligi uchun zarar-ku. Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Endi agar bu hozir faqat bizda men o'zim qo'llaydigan narsa emas, butun ommaga tarqalgan narsa. Hozir bu narsa iloji yo'q, sepiladi. Sepmasak shu narsa bo'lmaydi. Lekin buni muqobil variantlari ham bor-ku. Masalan, biologik pestitsidlar bor. Umuman profilaktika uchun biologik preparatlardan foydalanish mumkin. Masalan, gullatish uchun ba'zi bir joylarda entomofaglardan foydalanishadi. Shimel arilari boshqa. Bu haqida o'shanaqa bizda hali nimalarimiz u darajaga yetib bor. Mana O'zbekistonlarga o'tsangiz, o'sha siz aytib turgan narsalar bor. Arilar bilan changlatish, biologik usullar bilan qilish bor. Bizda endi boshlanyapti bu narsalar. Boshlanish 1 yil, 2 yil davomida mumkin bo'lib qolsa. To'g'ri, mana shu narsa boshlanishi uchun dehqonlarning o'zlarida ham xohish bo'lish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Hammani xohishi bor o'shanga. Lekin o'shani olib kelib beradigan odamlar, mana shu bilan shug'ullanadigan, endi misol dehqonchilik qilib turib, u narsaga o'tib keta olmaymiz-ku. Uni o'zi shu bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar bor. Shular qilsa, biz foydalansak o'shalardan, ularga ham foyda bo'ladi, bizga ham foyda bo'ladi. Necha yildan dehqonchilik qilasiz Mirsohid aka? 20 yillar bo'lib qoldi. Nima asnonoy nima ekkansiz? Avval tarvuz qovunchilik bilan shug'ullanardik. Hozirchi? Hozir ekmayapsizmi? Hozir ham ekyapmiz, kamroq. Hozir Teplisaga o'tib olganmiz, Teplisa qilib kengaytirib boryapmiz. 1 gektar yerga Teplisaga nima qilganmiz? Umuman o'z dehqonlarga shu Bolgari, bulg'or qalampiri bir xususiyatlari yoki bir kasalliklar haqida mana ma'lumot berdingiz. Yana nima deysiz? Masalan, yangi boshlagan dehqonchiligini, yangi boshlagan dehqonlarga nima maslahat berasiz? Bulg'or qalampiri ekishda nimalarga e'tibor berish kerak ko'proq? Bulg'or qalampirini yetishtirishda avvalo ko'chatiga vaqti bilan ko'chatni tashlash kerak ekan. Ko'p ham kech tashlasa ham o'sishi yaxshi bo'lar ekani, hosildorlikka farq qilar ekan. Erta tashlaganda hosildorligi sal balandroq. Men o'zimni fikrim. Yana endi boshqa ekib yurganlar nima deydi bilmadim, barvaqtroq tashlagani yaxshi ekan. Guli ko'p bo'lar ekan vaqtliq tashlaganda, ko'chatni yoshi kattaroq bo'lsa, gullashi yaxshi bo'lar ekan. Yoshga qaragan. Yosh ko'chatlarni olib kelib ekib ko'rdik. 1 hektar agatda bor, o'sishi juda nimasi zo'r, ketishi. Hosildorligi bunaqa emas. Yoshi katta ko'chatga qaraganda nimasi kamroq guli. Demak, asosan birinchi qilinadigan ish niholga e'tibor berish. Niholni ertaroq tayyorlagan ma'qul ekan. Ertanchirog'i yaxshi ekan. Rahmat. Keyin shu birinchi nimada ekkan paytda albatta suviga e'tibor berish kerak ekan. Birinchi suvini yaxshilab qo'yish kerak ekan. Shu tomir o'sha to'ppoq bilan moslashib olish kerak ekan. Qattiq ushlab olsa, shu yaxshi ekan. Shu variantda. Keyingi suvlarni namiga qarab berilaveradi. Rahmat, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Salomat bo'ling.